Bunday qilish mumkin emas. Bu holatda bolaning chanoq, son, tizza, bo'g'imlari hamda oyoq uchiga yuklama nagruzka tushadi. Chunki bolalarning suyak va bo'g'imlari yaxshi rivojlanmaganligi sababli jarohat olish ehtimoli juda ham katta. Ko'pchilik ota-onalar 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni xuddi shu tartibda o'ynatishadi va maqtanib qo'yishadi. Bolam sakrashni o'rganyapti deb. Aslida bu sakrash emas, bu tayanib o'rnidan turishga harakat qilishdir. Bolalarning tabiiy mustaqil sakrashi 2-3 yoshdan keyin kuzatiladi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning bo'g'im, mushak hamda suyak sistemasi rivojlanib kelayotgan va to'liq shakllanmaganligi uchun bunday harakatlarga hali tayyor bo'lmaydi. Bunday harakatlar qilinsa, bolalarni jarohat olib qolish ehtimoli juda ham katta. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni videodagi majburiy sakratish, qo'lidan ushlab yetaklash va majburlab turg'izish mumkin emas. 1 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'proq emaklashi, o'tirishi hamda mustaqil o'rnidan turishni o'rganishlari kerak.